Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Kanalimiz obunachilari. Xo'sh, qaranglar. Bugun men sizlarga eng oson yo'l orqali o'zinglarni APK versiyalarini yaratishni o'rgataman. Ya'ni bu darsimiz aynan sizlar ko'rganingizdek Web to APK bo'ladi. Ya'ni veb saytdan APK format yasaymiz. Ya'ni APK bu nimaligini bilasizlar? Bu Android versiya telefon, ya'ni Androidlar uchun ishlaydigan dastur turi. Dastur kengligi desa ham bo'ladi. Bu orqali biz hozir faqatgina APK emas, iOS, ya'ni iPhone qurilmalari uchun ilovani qilishni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda hozir obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men hozir chiqaman, keyinchalik kanal topolmay qolishim mumkin. Shuning uchun albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Undan keyin albatta videoga like bosing. Короче, shunaqa. Davom etamiz, davay. Applex sayti bor, mana domen nomini ko'rsanglar bo'ladi. applex.com. Bu sayt orqali o'zingizlarning veb saytinglarni mobile appga hech qanaqa kod yozmasdan o'tkazishinglar mumkin bo'ladi. Tamom. Xo'p, bizda Applex sayti, bundan akkauntga kirib olasizlar, o'zingizlar login, parol yaratasizlar. Keyin nima bo'ladi? Aytayim. Bu yoqda уже bizda chiqyapti. Короче, enter your website address, convert to APK. Application demoqchi. Bu yoqda o'zini featurelari bor, ya'ni boshqa o'zini uskunalari bo'ladi. Sizlar o'zingiz xohlaganda foydalanishingiz mumkin. Men hozir sizlarga eng oson yo'l bilan tezda qilishni o'rgataman. Bizga nima kerak hozir? Bizga biror bir veb sayt kerak. Ya'ni sizlar bu narsani qilayotganda o'zingizlarni veb saytinglarni qilsanglar bo'ladi. Masalan, o'yin veb sayt qildinglarda, uni sizlar oddiy yo'l bilan mobil ilovaga aylantirib qo'ya olasizlar. Men hozir Westminster saytini olmoqchiman. Ya'ni Westminster saytdan kopiya qildim va uni bu yoqqa tashladim. Veb sayt adresini yozdim demoqchiman. APK yaratishga boshladim. Ya'ni APKni yaratdim. Xo'p, endi application name nima deyapti? Application name'ga men nima yozaman? With mobile. With to'g'ri yozdimmi? View ekan, uzr. View mobile. Platforma tanlaymiz bu yerda. Endi bizda Android va iOS bor. iOS bu o'sha Apple qurilmalari uchun, Android bo'ladigan bo'lsa, bizning o'zimiz Android. Hozir men Android ko'rsataman, lekin iOS ham deyarli bir xil. Create app, ya'ni application yaratdik. Bu yoqda bizda subscription plan bor. Aytayotib $0 tekin, ya'ni free plani bor, lifetime plani bor va yearly plan bor. Butun umrga olasizlar. Agar $59 to'lasanglar butun umr, bo'lmasa yillik 49 to'lasanglar bo'ladi, bo'lmasa tekinini vaqtinchalik ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni har bitta akkauntga tekin subscription bera oladi. Biz tekindan foydalanamiz. Endi dashbord chiqadi bizda. Endi bizda nima bo'lyapti? With mobile ko'rsatyapti. Create app bo'ldi, splash screen bosib ketdi. Bu joydan keyin ko'ramiz. Xo'p, 29 kundan keyin aytgandek planimiz tugaydi deyapti. Biz shu payt ichida yaratib olishimiz kerak. Endi bizda chap tomonda dashbord bor, build and download qismlari bor. Ekranni katta qilib olaman va build downloadda biz tayyor versiyani skachat qilamiz. Bizga hozir narsa kerak emas, bizga app info kerak. App infoni yozdik, logotip tanlasak bo'ladi bu yerga. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Xo'sh, yaxshiroq rasm bormikan? Logotipni davay, mana shu logotipdan foydalanaman. Nima deysizlar? Xo'sh, uzunroq qildim. O'zingizlarning logotipini yasab joylasanglar bo'ladi bu yerga. Bu ilovada ko'rinadigan logotip nomi. Xo'p, Android package name'ni with app deb nomladim. Chunki bu qachon kerak bo'ladi? Ba'zida dostуп berish yoki biror bir nimani hostni nimadir balki ulashda Android uchun kerak bo'ladi. Ya'ni men ishlatib ko'rmaganman. Agar davom etadigan bo'lsanglar, bu narsa kerak. Eslab qolasizlar yoki application ichida ham bo'ladi. Juda muammoli narsa emas. Okay, saqlab oldim. Saqladim. Endi splash screen, ya'ni biza o'rtani bosib chiqqanda orqadan chiqadigan narsani aytyapti. Splash screen logoni chiqarasammi deyapti. Uzr, menimcha bu boshqa narsa. Hozir aytaman. Bu ilovaga endi kirishda bizga ko'rinadigan narsa. Aytaylik, YouTube'ga kirayotganingizda sizlarda birinchi YouTube ilovasini logotip turadi. Instagram kirsangiz, Instagram meta turadi.
Xuddi shunaqa. Bu yoqda ham ilovaga kirganingizda sizlarni загрузка telefoningizga загрузка qilguncha bo'ladigan payt bir 1 sekund bo'ladimi? Shu paytda sizlar o'sha o'zidan logotipini qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerga men ham yana o'shani qo'yaman. Yana xuddi o'sha logo qo'yilyapti bu yerga ham. Endi background color versiya, ya'ni chap tomon qismini. Xo'sh, men bu yerdan olgim kelyaptimi? Ya'ni orqa qismi ham mana bu bilan bir xil bo'lsin degan ma'noda. Xo'p, agar light modda shunaqa ko'rinadi o'zi. Dark modda ya'ni kimdir bilan telefon dark mod bor, light mod bor. Agar dark mod qilganlar uchun bu qora ko'rinishi default turadi. Xo'p, image qo'yayotsam deyapti. Ya'ni biz undan ko'ra rang qo'ydik. 1 sekund bo'lsin, ya'ni kirayotganda 1 sekund kutib tursin. Bo'ldi, saqlaymiz bu joyini. Xo'sh, saqlandimi? Da, saqlandi. Endi customization bor. Bu yoqda endi o'zingizga kerak bo'lgan joylarni qo'shasizlar. Bu yer endi asosan very style of app. O'zi bu yoqda rasmni ko'rganingdek, bunga har xil qismini qo'shsanglar bo'ladi yoki kirish qismlari, boshqa narsa qo'shsanglar bo'ladi. Men bu joyini ko'p ishlatmaganman, chunki bizda veb-saytimizda o'sha hamma narsa tayyor bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun men uchun bu yer unchalik juda qiziq emas. Xo'p, advanced settings bor, ya'ni yaxshiroq ko'rinish uchun. Xo'p, zoom qilishga ruxsat berasanmi deyapti. Yo'q. Chunki masalan ilovaga kirganda 2 marta bosganda yaqinlashib qolish bu yoqmaydi ko'pchilikka. Shuning uchun zoom qilish o'chirib qo'yaman. Sababi aytganimdek, bizani Instagramni ko'rganmisizlar, hech bo'lmasa masalan chatga kirganingizda chatni yaqinlashtirib ko'rsa bo'ladimi? Yo'q. Shunaqa narsasi bu. Xo'p, text selection deyapti. Ya'ni sizlarning ilovangilardan biror bir kodni yoki biror bir so'zni kopiya qila oladimi? Okey, kopiya qilsa yaxshi bizga. Xo'p, endi bu yerda nima deyapti? Ba'zi bir ilovalar, masalan, uzum yoki ba'zi bir to'lov ilovalarida biza screenshot ola olmaymiz. Sababi xavfsizlikka qaratilgan bo'ladi bu narsa. Aynan screenshot olish ma'lumot chiqishiga yoki boshqa narsa bo'lishiga sabab bo'ladi. Biza hozir kerak emas. Vuitni sayti bo'lgani uchun bizga screenshot yoki video screen olish bu ruxsat beramiz. Xo'p, resource caching bilmayman nima bu, to'g'risi bilmayman. Xo'p, endi bu yerda nima deyapti? Default beradi, bunga tegmasanglar ham bo'ladi. Bular uje user agent deyiladi. O'sha kirganingizda iz qoldiradigan nomi bu. Juda unchalik nima deb o'ylamayman, ya'ni o'zgartirish kerak bo'lgan joy emas. Xo'p. Agar yes bossam tanlashim kerak edi. Background. Xo'p, enable allows to pause it or minimize the user settings carefully as YouTube videos will also play in the background, which can make Google Play Store. Okay. Nodavotda, короче, mana bunda masalan veb-saytingizga audio ulagan bo'lsanglar, sizlar ilovadan shuni o'rta bilan chiqib ketsanglar, undagi chiqayotgan muzika davom etsinmi degan ma'noni anglatyapti. Ну, давайте davom etsin, chunki baribir Vuitda nima yo'q, qo'shiq yo'q, menga ta'sir qilmaydi. Hop, in notification play audio. Shart emas. Allow in a file downloading. In app file downloading yo'q, shart emas. Hop, endi bizdan so'raydi. Ya'ni bizning veb-saytimiz masalan uni kamerasiga do'st olish kerakmi? Yo'q, shart emas. Access device mikrofonga do'st olishimiz kerakmi? Yo'q, shart emas. Location kerakmi? Mayli, olamiz. Ya'ni uni lokatsiyasiga do'st olamiz, lekin aslida shart emas bu narsa. Unda shart emas qo'yaylik, chunki access so'rash bu yaxshi narsa emas. Umuman kerak bo'lmagan access so'rash. Xo'p, allowed URLs, ya'ni veb-saytning ichida ko'rish mumkin bo'lgan URLlar deyapti. Disallowlari. Hop, Instagramni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Save changes. Okay, saqlandi. Integration modullari bor. Endi bunda bu yoq ozgina advanced qismi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda nima degani? Splash screen. Biz ham bu yerda splash screenni qo'shdik, to'g'rimi? Ya'ni aynan kirayotganda bir necha soniya kutadi. Endi Firebase qismi bor bizda. Endi Firebase'ni ulaydigan bo'lsak agar, endi unda o'zini qismlari bo'ladi. Firebase u bilganingizdek ma'lumotlar bazasida ham ishlatsa bo'ladi. Ko'p applicationlar hozir Firebase da ishlaydi. Unda real time bor, real time database bor, oddiy database ham bor. Xo'p, bu Google AdMod qanaqadir pluginga o'xshash narsa. Custom nimadirlar, yana Google Sign In. Hop,
Endi applicationimizga kirishda har xil kirish nimalarni qo'ysak bo'ladi. Biz unga masalan Google Sign in qo'yib qo'ysak bo'larkan. Ya'ni kirayotganda Google bilan integratsiya qilingan bo'ladi, akkaunt bilan kiradi. Xo'p, nima bo'lyapti bizda endi? Biometric authentication deyapti. Ya'ni verify device owner using Face ID, pass log, pattern log before showing content. Endi biza o'zimiz ilovamizga xavfsizlik tizimiga nisbatan, ya'ni biometrik avtentifikatsiya qo'ysak bo'ladi. Bu nima degani? Bu ilovaga kirayotganda, masalan, aytaylik, soliq ilovalari, to'lov ilovalariga kirayotganingizda sizdan barmoq izi yoki parol so'raydi. O'shani biz qo'shsak bo'ladi. Agar qo'shadigan bo'lsam, bu yoqda chiqishi kerak. Chiqdimi? Biometrik autentifikatsiya chiqdi. Xo'p. Aytyapti, endi biometrik autentifikatsiyadan o'tish uchun deyapti, message shown authenticate screen. Endi qo'shasanmi deyapti. Ha, qo'shdim va bu yerda unga chiqadigan unga chiqadigan xabar beriladi. Please authenticate to see the confidential information. O'zingni ma'lumotlarni ko'rish uchun iltimos o'zingni tasdiqla demoqchi. Shunchaki. Authenticate uchun bu shart emas. Aslida menga shart emas, o'shaning uchun o'chirib qo'yaman bu qismini. Shart emas menga. Xo'p. Secure app switcher. Protect the app screen the content by replacing with a custom image when the app switcher view. Aytyapti, короче, sizlar o'rtani bosib chiqqaninglarda har xil ochilgan ilovalarni ko'rasizlar, oxirgi ochilgan. O'shanda sizlarning ilovalarning o'rnida shunchaki rasm turadi, deyapti. Menimcha shu narsa. Shuning uchun ishlatiladigan joyi bu. Xo'p, hammasi AppLX tomonidan qilingan. Ko'rsanglar, bitta mana bu connection to apps player landing sales mobile marketing analytics platform. Okay. QR scanner. Bu yerda endi kameraga do'st bo'lamiz. Nimaga? Chunki bu yerda QR scanner bor, ya'ni kamera ishlatish bo'lgani uchun olish kerak, lekin biz olmaymiz. Okay, biz bo'ldik. O'zimizni ilovamizni to'liq nastroyka qilib bo'ldik. Endi menga kerak bo'lgan joyi build and download degan qismi. Xo'p, version code. Masalan, nechinchi versiyasi bu? Bu birinchi versiya bo'lgani uchun birinchida qolyapti. Endi masalan, birinchi versiyani nechinchi marta обновление bo'lganini qarab, versiyani yangilab boraverasiz. Masalan, 1.1 versiya bo'ldi menda уже. 1.0 versiyasi tayyor, 1.1 versiyada men splash screen qo'shdim, boshqa narsalar qo'shdim. Tipa o'zing nomini silib bo'ladi, farqi yo'q buni. 10 qilib qo'ysanglar ham hech kim indamaydi, lekin menga 1.1 yoqdi. Build the app, ya'ni application yaratish boshlandi. 10 minutda tayyor bo'ladi deyapti. Xo'sh, nima bu? Xo'p, salom o'rtoqlar. Boya ozgina muammo bo'ldi bizda. Ekran umuman ko'rinmay qolgan. Bu bo'yicha video ko'rmoq uchun ko'rinmay qolgan. Okay, bizda APK tayyor bo'ldi. Biz uni download qildik. Bizga download bo'ldi mana. Uni virus yoki virus emasligini tekshirib ham ko'rdik bu yoqda. Uni mana hashlarini ko'rsanglar bo'ladi, qachon yuklangani, boshqa har narsasini ko'rsanglar bo'ladi. Bu virus emas, ya'ni APK bo'lgani bilan bu zararli dastur emas. Telefoningizga ham bemalol yuklaydi. Endi bu yerda bizda apptoplay.net filemanager.php saytini fayli bor. O'shani kirganimizda bizga shunaqa oyna ochiladi. Hammani user name bo'ladi. Masalan, men Bruce ichidan qo'yayman. Bizda user name bo'ladi. Farqi yo'q, короче. Bu muhim emas. Sizlar kirishinglar kerak bo'lgan joyi apptoplay.net filemanager.php. Ko'rdinglar, shu joyga kirishinglar kerak va bizdagi bor APK-ni mana bu 25 megabaytlik yaratgan APK-mizni olib yuklashingiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda bizda run APK degan joy bor. Endi boya yaratgan APK-miz ishlayapti yoki yo'qligini aniq tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni muammo yo'qmi, nimada xatolik borligini. Bundan oldin men sizlarga mana Wix saytini ko'rsataman. Westminster sayti nima derdi? Mobil ilova bo'lgani uchun mana o'zi shunaqa ko'rinadi demoqchi. Uzr, hozir bitta gapni 3-chi marta qaytaryapman, sababi videoga olishda muammo bo'lgan. Shuning uchun ba'zi joylar qolib ketishi ham mumkin, yana bilmadim to'g'risi. Xullas, mana shunaqa bo'ladi. Ilova sifatini ko'rsatgan, veb-sayt ko'rganimizda shunaqa bo'ladi. Hamma ko'rsa bo'ladi. Endi telefon mobil ilovalarda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bizda ham katta ehtimol bilan o'zimizning APK-mizda shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Hop. Emulator bu, onlayn emulator. Shu orqali tekshirib ko'raman.
Sizlar o'zinglarning primoy telefoningizlarga yuklasanglar muammo bo'lmaydi. Qo'rqmasdan yuklasanglar bo'ladi. Veb-sayt xavfsiz bo'lsa demoqchiman. Ya'ni sizlar APK xavfsiz. Okey. Reklama bu o'zini Westminster saytiniki. Xo'sh, buni kichraytirsam bo'ladimikan? Bo'larkan-da. Xo'p, mobil ilovada mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Ozgina bu emulyator qotib ishlayapti, lekin mana shu aniq ishlayotgani. Ko'rdinglar? Bu emulyator. Xo'sh. Bizada o'sha telefon qanday ishlasa, bu ham xuddi shunaqa ishlaydi. Uzr chiqib ketib qolyapti. Xo'sh, mana barcha narsasini ko'rsanglar bo'ladi. Uni qanaqa ishlashi, kimdirlar. Короче, mana shunaqa bo'ladi. Oddiy, qisqa va lo'nda yechim mana shu beradi. APK. Agar o'zingizlarning masalan veb-saytingiz bo'lsa va uni mobil ilovaga o'tkazmoqchi bo'lsanglar, bu уже AppleX bu juda yaxshi. Ya'ni unda ko'p settingslar bor, birinchi o'rinda tekin, vaqtinchalik bo'lsa ham baribir tekin, integratsiyasi zo'r. Firebase ga primoy ulasanglar bo'ladi, boshqa narsa qilsanglar bo'ladi. Bu yerda nimasi yaxshi? Umuman kod yozmaysizlar. Tushunyapsizlar? Umuman kod yozmaysizlar. O'zi tayyor pluginlarni tap-tap ishlatasizlar, qo'yasizlar. Xo'p, bugungi video shu haqida bo'lgandi. Hammanglarga rahmat. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta like bosing video uchun. Sababi ko'pchilik ko'radi va foydalana oladi. Chunki o'zbek tilida kontent bunda kam edi, o'zim ko'rganimda ham. Ya'ni shuning uchun men qilishga qaror qildim. O'zi ko'pchilik uni ingliz tilida ko'rdim. Ko'rganman oldin, o'zim ishlashimdan oldin. O'zbek tilida ham mana bo'ldi. Yaxshi. To'liq tushuntirib berdim, ya'ni o'ta mayda detallarigacha shunaqa bo'ladi. Tamom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.